Bolalar ham uxlab qolishdi. Birga kino ko'ramizmi? Do'stlarim kontrga chaqirishyapti, o'zing ko'raver. Ertangi dam olish kunida qizimiz bilan aylanishga boramizmi? Hamkasblarim bilan baliqqa boramiz deb kelishib qo'ygan edik. Bugun siz yoqtirgan taomni tayyorlab qo'ygandim. Birga o'tirib yeymizmi? Ko'chada muhim ishlarim bor. O'zing bolalar bilan yeb ol. Bolaga biroz qarab turing. Ishlarim bor edi. Bola uxlaganda qilib olasan. Hozir bolalar bilan futbol ko'rgani ketyapman. Ba'zan yolg'izlik yoningda kimdir yo'qligida emas, yaqin insoningni senga ajratmasligidadir. Bu holatga sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldim. Har kuni bir xil edi. Er ishdan charchab qaytar, xotini esa indamay ovqat suzardi. Kunlar o'tardi, ammo ularning suhbati ham, kulgusi ham yo'qolib borardi. Bir uyda yashashardi, ammo go'yo qalblari bir-biridan juda uzoqlashib ketgandi. Bir kuni u ishidan qaytayotib, yo'lda bir guldasta sotib oldi. Uyga kirgach, u guldastani indamay stol ustiga qo'ydi. Rahmat senga. Shu yillar davomida sabr qilganing va uyimizning fayzini saqlab turganing uchun. O'sha oqshom ular nihoyat bir-birini eshitdi. Chunki ba'zan muhabbatga katta sovg'a emas, samimiy e'tibor kifoya qiladi. Xotining bilan sal yengilroq muomala qil. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayon qovurg'adan yaratilgan. Qovurg'aning eng egri joyi yuqorisidir. Uni to'g'rilashga urinsang, sindirib qo'yasan. Foydalanaman desang, egri holicha foydalanasan deganlar. Er-xotin o'rtasidagi muhabbat qachon o'ladi bilasizmi? U kuningiz yaxshi o'tdimi? Yaxshi keldingizmi degan savol to'xtagan kuni. Ikkalasi bir dasturxon atrofida o'tirib, boshini telefondan ko'tarmagan kuni. Va ikkalasi bir-birini eshitishdan to'xtagan kuni. Va bir-biriga aytadigan gaplari qolmagan kuni muhabbat o'ladi. Savol: hayotingda qilgan eng katta isrofing nima? Loyiq bo'lmagan insonlarga ko'rsatgan e'tiborim, sarflagan vaqtim. Qiziq. Ayollarning hammasini qanaqa uyda yashash qiziqtiradi deb yurardim. Agar haqiqatdan ham sevsang, bularning ahamiyati yo'q deb o'ylayman. Unda nimaning ahamiyati bor? Uyning o'zi katta ahamiyat kasb etmaydi. Sevishganlar uchun eng chiroyli uy yurakdir. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как потоках дождя, сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь. Ayning beşi qorong'u, 15 yog'du bilan umrining go'shi hamisha o'tkazar orzu bilan. Borliging qadriga yetmasa, yo'qliging uni jazolasin. Ya'ni borligingizni qadriga yetmasa, yo'qligingizdan jazolang uni. Ya'ni voz keching. Qadringizga yetmagan joyda qadr talab qilmang. Suymaganga suykanma. Qadr bu uni bilgan joyda, ya'ni baholanadi. O'sha zar qadrini zargal biladi, chilangar nimani biladi deydi-yu. Hech qachon birovning hayotini bilmay turib, uni muhokama qilmang. Deraza tokchasida gul turgani ichkarida bahor degani emas edi, qarang.